Assalomu alaykum. Bugun moliyaviy savodxonlik tushunchasi va moliyaviy firibgarlikdan himoyalanish haqida mavzumizni ko'rib chiqamiz. Bunga asosan budjet, jamg'arma, xavfsizlik. Shu 3 ta tushunchani hozircha tahlil qilishga harakat qilamiz. Birinchisi rejamiz. Moliyaviy savodxonlikning mohiyati, fan predmeti, maqsadi va vazifalari. Keyingisida firibgarlardan himoyalanish. Moliyaviy savodxonlikning mohiyati. Savodxonlik tushunchasi asosan qadimdan kishilarning savodxonlik o'qishi, yozishi bilgan va hozirga esa bu matematika, kompyuter va iqtisodiy moliyaviy savodxonlik kabi ko'plab ko'rinishlari mavjud. Buni moliyaviy savodxonlik bilishning o'zi yetmaydi. Uni tushunish, anglab yetish va hayotga tatbiq etish, ya'ni amaliyot zarurdir. Keyingi slaydimizda nima uchun moliyaviy savodxonlik muhim? Moliyaviy savodxonlik daromad va xarajatlarni rejalashtirish imkonini beradi. Jamg'arma, favqulodda holatlar, zaxira shakllanishiga yordam beradi. Investitsiyaning ustuvorlik yo'nalishini aniqlash osonlashtiradi. Bu nima degani? Investitsiya insonning yashashi davomida o'ziga investitsiya, keyingi kelajagi uchun jamg'arilgan mablag' deb tushunsak bo'ladi. Keyingi slaydimizda dolzarblik omillari, daromad mablag'lar manbalari o'zgarishi, kichik biznes, oilaviy va individual tadbirkorlik, xususiy tadbirlar ko'payishi, moliyaviy oqim, aktiv hisob xarajatlari, kredit, qarz boshqaruvi bo'yicha bilim zarur bo'lmoqda. Uzoq muddatli jamg'arma ehtiyoji. Uzoq muddatli jamg'arma bu pensiya, ta'lim, tibbiyot va boshqa yirik maqsadli rejalashtirish jamg'armalari. Shular jumlasidan. Jamg'arma, rejalashtirish va risk. Jamg'arma bu asosan insonning maqsadli va uni favqulodda fondi shakllantiruvchi. Rejalashtirish bu mablag'ni oldindan ko'ra bilish, qachon va qay vaqtda unga xarajat qilish. Risk. Inson sug'urta bo'ladi yoki kredit xatarlarini baholaydi. Shular jumlasidan. Keyingi slaydimizda xuddi shu aytib o'tgan qo'shimchalar keltirib o'tilgan. Bularga investitsiya imkoniyatlarining kengayishi, bank va boshqa institutlar ko'rsatilgan xizmatlar orasida eng qulayini tanlash uchun savodxonlik kerak. O'zini inson albatta investitsiya qilishdan oldin o'rganib chiqadi. Nimaga investitsiya qilyapman va qancha vaqtda undan daromad olishim mumkin. Mehnat migratsiyasi. Mehnat migratsiyasida masalan o'zimizning kundalik hayotimizda bir inson Rossiyaga borib ishladi deylik. Uni O'zbekistonga pul jo'natish kerak. Nima qiladi? Bu yerda pul o'tkazmalari, bank xizmatlaridan foydalanadi. O'zini sug'urta qilish kerak. Buning uchun ham bilim kerak bo'ladi. Iste'mol madaniyati. Yirik xarajatlarni qisqartirib, inson kapitaliga investitsiya yo'naltirish zarur. Quyida keltirib o'tilgan kam iste'mol qilinadigan xarajatlar, sifatsiz mahsulot xavfi. Sifatsiz mahsulot bu bir martalik, masalan, insonni bir martalik qilinadigan xarajatlar mahsulot xavfiga tegadi. Moliyaviy mahsulot sifatida har doim oldindan tekshirilmaydi, bu aldov ehtimoli oshadi. Majburiyatlarni tekshirish xarajati. Keyingisi ko'rib o'tirganimizdek, keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, moliyaviy savodxonlik past bo'lsa oqibatlari. Moliyaviy savodxonlik past bo'lganda u inson uchun, ya'ni oila uchun, davlat o'zi oiladan boshlanadi. Davlat va iqtisodiyot uchun. Oilaga qaradigan bo'lsak, samarasiz qarorlar sabab va moliya institutlariga ishonch pasayadi. Qarzdorlik oshishi mumkin, ya'ni bankrotlik xavfi oshadi. Insonda moliyaviy savodxonlik past bo'lsa, uning farzandlariga, uning kelajagiga ta'siri juda katta bo'lishi mumkin. Davlat va iqtisodiyot uchun to'lov qobiliyatining rivojlanishiga to'siq bo'ladi. Moliyaviy bozorning imkoniyati cheklanadi. Moliya bozorlarining imkoniyati cheklanadi. Tartibga solish samaradorligi pasayadi. Iste'molchi huquqlarining to'liq ishlamaydi. Jamg'arish va investitsiya sifati cheklanadi. Buni ham keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ta'riflar keltirib o'tilgan. Moliyaviy savodxonlik fuqaroning moliyaviy mahsulotlar va xizmatlar bozorida faol
pozitsiyasini egallaydi. O'zi va oilasi moliyaviy farovonligini oshirish uchun zarur bilim va ko'nikmalar yig'indisidir. Bu yerda ko'rib o'tsak, agar bilimga asoslangan yo'nalishlar bo'lishi mumkin. Asosiy urg'u tushunchada bu qoidalar, moliyaviy mahsulotlar bo'yicha bilim beriladi. Birinchisi bilimga asoslangan yondashuv, ko'nikmaga asoslangan yondashuv. Xo'sh, keyingi slaydimizda bilim va ko'nikma birligi. Bilim qachon bo'ladi? Bilim olinadi, omonat, masalan, inson o'rganadi, biror narsani tahlil qiladi va qo'llaydi, hayotga tatbiq etadi. Xo'sh, keyingi slaydimizda moliyaviy savodxon shaxs mezonlari. Moliyaviy savodxon degan inson bu har oy o'zini hisobini yuritib borishi, ortiqcha qarz olmaydi, istiqbolli reja tuzadi va xizmatlar tahlil asosida tanlaydi. Yetarli bilimga ega odam. Yetarli bilimga ega odam bu moliyaviy bozordagi asosiy tushuncha va vositalarni biladi. Ortiqcha qarz olmaydi deganda qarzni daromad imkoniyatidan oshirmaydi. Ya'ni inson 10 so'm topayotgan bo'lsa, ya'ni 150 so'm yoki 15 so'm undan qarz olmasligi bu ortiqcha qarz olmaydi. O'zini daromadidan ortiqcha bo'lyapti. Xo'sh, keyingisi xalqaro kuzatishlar. Xalqaro kuzatishlarda AQSh, Yaponiya va Rossiya. AQShga to'xtaladigan bo'lsak, tadqiqotlar ko'plab Amerika xonadonlar xo'jaligida iqtisodiyoti asosi bo'yicha bilim yetishmasligini ko'rsatgan. Yaponiyada statistik ma'lumotlarga qaraganda 71% aksiya va obligatsiyalar, 57% moliyaviy xizmatlar, 29% sug'urta, pensiya va soliq bo'yicha tasavvurga ega emas. Bu endi statistik ma'lumotlarga. Rossiyaning aholiga deyarli yarmi jamg'armani uyda saqlaydi. Xuddi o'zimizda, masalan, oldingi sovet davrimizda pulni, naqd pulni, qog'oz kupyurani uyda saqlashimiz misol bo'lishi mumkin. Fanning predmeti, bu yerda daromadlar, jamg'armalar, investitsiya va aktivlar, kredit va majburiyatlarga qisqacha to'xtalib o'tilgan. Keyingisi maqsad va vazifalar. Fanning asosiy maqsadi aholining moddiy farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Moliyaviy fikrlashni shakllantiradi. Xarajatlarni hisob-kitob asosida rejalashtirish. Xarajatlarni hisob-kitob asosida rejalashtirish deganda inson o'zini tushadigan mablag'ini har oylik masalan rejalashtirilib boriladi. Daftar yoki Excelga kiritib ketsangiz bo'ladi. Xarajatlari, daromadi, qancha daromad tushyapti, qancha xarajat chiqyapti. Qarz va kredit bo'yicha oqilona qarorlar qabul qilish. Keyingisi shaxsiy aktivlarni himoya qilish va yangiliklarni yaratish. Tizim vazifalariga to'xtaladigan bo'lsak, moliyaviy savodxonlik faqat shaxs uchun emas, balki butun moliya tizimi uchun ham foyda keltiradi. Bank, sug'urta, mikro moliya xizmatlari shular jumlasida bo'lishi mumkin. Moliyaviy jihatdan savodxon shaxs afzalliklari. Moliyaviy savodxon shaxs to'g'ri qarorlar qabul qilishi, byudjetni nazorat qilishi, aktivlar va xarajatlar, aktivlardan foydalana olishi. Aktivlar qanaqa aktivlar bo'lishi mumkin? Uy-joy, boshqa, masalan, mashina olishi mumkin, aktiv bo'ladi. Majburiyat intizomi. Majburiyat intizomi bu yuqorida aytib o'tilgan kreditlar olish mumkin. To'lovlarni, qarzlarni o'z vaqtida bajaradi. Keyingisi moliyaviy savodxonning tarkibiy qismlari. Pul savodxonligi, narx sohasidagi savodxonlik, byudjet savodxonligi. Pul savodxonligi naqd va naqd bo'lmagan pullarni, pul o'tkazmalarini kundalik mablag' aylanishi boshqarish qobiliyatiga ega. Narx sohasidagi savodxonlik, narxni belgilash mexanizmi va inflyatsiya ta'sirini tushunish qobiliyati. Inflyatsiyaga asosan yilning boshida masalan siz misol uchun 1 million jamg'arib qo'ygan bo'lsangiz, yilning oxiriga borib bu 1 millioningiz bozordagi o'zining
qobiliyati belgilangan maosh